Esselamu Aleyküm. Gülsever kanalının aziz muhlisleri. Mene arada azgine teneffüs kılışga to'g'ri keldi. Endi Allah nasip etse yana güller perverişini devam ettiremiz. 2 hafta oldin gelen kalamchasini mana bu stakandagi oddiy suvga solib qo'ygan edim. Mana ildizlari ko'rinib turibdi. Endi buni tuproqqa ekib qo'yish vaqti keldi. Mana ildizlari yaxshi. Endi oddiy tuproqqa ekib qo'yamiz. Gullarni birdaniga katta idishga ekib bo'lmaydi. Shu sababdan mana kichikroq idishga ekib olamiz. Mana bu tuproqdan foydalanaman. Tuproq tayyorlab oldim. Endi ehtiyotlik bilan gulimizni joylashtiramiz. Gulni ehtiyotlik bilan tuproqqa ekib oldim. Yonlarini sekin-sekin bosib qo'yamiz. Keskin harakat mumkin emas, chunki ildizlari juda ham nozik. Birdaniga uzilib ketib qolishi mumkin. Endi sug'orishga o'tamiz. Gulsevar kanalimizda meva po'stloqlaridan gullar uchun ozuqa tayyorlash haqida video bor. Oldinroq chiqqan. Men har doim mana shu meva po'stloqlarini yig'ib bankaga solib, ustidan oddiy suv quyib qo'yaman. Ertalab quyib qo'ysangiz, meva po'choqlarining ustidan suvni kechqurungacha mana bunday tayyor holda bo'ladi. Ildiz chiqargan qalamchani tuproqqa ekib sug'orib oldik. Ildiz chiqarish uchun qo'ygan boshqa gullarimizni ham tuproqqa ekib sug'orib oldik. Bular aloe gullarimiz. Aloe gullarimizdan anchagina bor. Aloe gullarimizning rivojlanishi juda ham yaxshi. 3-4 oy oldin mana shu gulni menga olib kelishganda, mana shu gul tuvak ichida kichkinagina 3 dona barg bor edi xolos. 3-4 oy davomida mana shunday darajaga keldi. Moslashuvchan gul ekan, juda ham tez o'sadi. Endi gul o'stirishni boshlaganlar mana shunday gullarni ekib o'stirib o'rganib olsalar bo'ladi. Barglari, gullari xuddi o'zimizda o'sadigan zupturum o'simligiga o'xshaydi. Qish faslida gullar uchun mana shunday foydali ozuqa tayyorlayman. Faqat limon, apelsin, mandarin kabi sitrus mevalarni po'chog'ini bunga qo'shmaslik kerak. Gullarimizni mana shu foydali ozuqa bilan sug'oramiz. Gullarimizni mana shunday chiroyli bo'lib, barglari yaltillab, gurkirab rivojlanishida ana shunday foydali ozuqalarni albatta o'rni beqiyos. Agar foydali ozuqamizga sitrus mevalarni po'choqlari, limon, apelsin, mandarinlarni po'choqlari ko'proq qo'shilib qolsa, bu yerda tuproqni kislotalik muhiti oshib, gullarni o'sishi sekinlashadi. Aziz gul shaydolari, barchamizni xonadonimizda mana shunday go'zal gullar yayrab yashnab o'saversin. Gullar parvarishida barchaga omad yor bo'lsin.